أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي Sure Bakara tefsiri 158. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa İbn Kathir rahimehullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesinin Bakara suresi 158. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'da'udhu billahi mineşşeytanirracim. Safa bilen Merve hakikaten Allah'ın dininin alametleridir. Hac kılgan yoki ömür kılgan adam ularning orasida sa'i qilsa hech bak yo'q. Kimki öz ixtiyori bilan biror yaxshilik qiladi ekan, Alloh uning mukofotini beradi. Alloh albatta shukrning mukofotini berguchidir. Alloh hammani bilguchidir. Safa va Marva tog'ining orliqida tavob qilsa gunoh yo'q degan so'zning ma'nosi. Imom Ahmad Urvadan Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U Urvaga mundaq deydi: Ey singlimning o'g'li, sen Alloh taolaning Safa bilan Marva haqiqatan Allohning dinining alomatlaridir. Haj qilgan yoki umr qilgan odam ularning orasida sa'i qilsa hech bak yo'q degan so'zi to'g'risida Alloh taolo bilan qasamki, ya'ni Safa va u ikki tog'ni, ya'ni Safa va Marvani tavob qilmagan kishiga hech qanday gunoh yo'q dedingmi? Bu so'zing faqatli yaxshi bo'lmabdi. Agar u ish sen degandek bo'ladigan bo'lsa, u ikkisini tavob qilmasimi hech bak yo'q deb kelatdi. Ansorilar musulmon bo'lishdan burun Mashallal degan yerda butqa talbiya aytadi. U butq talbiya aytgan kishi Safa va Marvani tavob qilishni gunoh hisoblaydi. Ular islomga kirgandan keyin bu to'g'riliq payg'ambar alayhissalomga: Ey Allohning payg'ambari, biz islom dini kelishdan burun Safa va Marvani tavob qilishni gunoh hisoblaydik deganda Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Safa bilan Marva haqiqatan Allohning dinining alomatlaridir. Haj qilgan yoki umr qilgan odam ularning orasida sa'i qilsa hech bak yo'q. Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: U ikkisini tavob qilishni payg'ambar alayhissalom yo'l qo'ygan. Har qanday kishining u ikkisini tavob qilmasligi durust emas. Yana bir rivoyatda Zuhri mundaq deydi: Men bu so'zni Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn Haris ibn Hishamga so'zlab berdim. Abu Bakr menga mundaq dedi: Bu men anglab baxmagan ish ekan. Men ko'plagan bilimli kishilarning mundaq deganligini angladim. Aisha yuqorida zikr qilgan ansorilardan boshqa kishilar bizning bu ikki tog'ning Safa va Marvaning oraliqida tavob qilishimiz islom kelishdan burungi zamonning ishlaridan deydi. Yana bir bo'lik ansorilar biz Ka'bani tavob qilishga buyurildik. Safa va Marvaning oraliqini tavob qilishga buyurilmadik dedi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Safa bilan Marva haqiqatan Allohning dinining alomatlaridir. Abu Bakr ibn Abdurrahman mundaq deydi: Bu oyat yuqorida Safa va Marvaning oraliqini tavob qilish islom kelishdan burungi zamonning ishlari degan kishilar haqida tushgan bo'lishi mumkin. Sha'bi mundaq deydi: İsaf degan bu Safa but Safa tig'ida,
Naila degan but Marva tig'ida edi. Islom kelishdan burun haj qilish uchun Makka kelgan kishilar u ikki butni silaydi. Ondan ular islom kelgandan keyin u ikkisining oraliqida tavob qilishni gunoh hisobladi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Safa va Marvaning oraliqida sa'i qilishning hukmi va uning kelib chiqishi. Imom Muslim Jabirning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Ka'bani tavob qilib bo'lib, qora tosh Hajrul Aswadning yeniga kelib, uni silidi yoki so'ydi. Ondan Safaning ishigidan Innas safa wal marwata min sha'irillah degach chiqib Safa Marvaga keldi. Ondan Alloh taolo boshlagan yerdan boshlayman. Ya'ni Alloh taolo Safa tig'ini baldur keltirdi. Menmi sa'i qilishni Safa tig'idan boshlayman dedi. Yana bir rivoyatda mundaq deyildi. Sizlar Alloh taolo boshlagan yer bilan sa'i qilishga boshlanglar. Imom Ahmad Habiba binti Abu Ajronning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomning kishilarning orasida yuguringlar, Alloh taolo sizlarga yugurishni yozdi degach, ihromi ikki tizig'i yog'ishib ketgidek darajada qattiq yugurib, Safa va Marvaning oraliqini tavob qilganligini ko'rdim. Olimlar bu hadis bilan Safa Marvaning oraliqida sa'i qilishning hajning bir farz ekanligiga dalil keltirdi. Uni farz emas, vojib deganlarmi bor. Vojib bo'lganda uni qasdan yoki savanlik bilan qilmasa, qon qilish bilan to'liq vog'ili bo'ladi. Ya'ni uningga bir qo'yni qon qilish vojib bo'ladi. Safa Marvaning oraliqida sa'i qilish mustahab degan ko'z qarashim bor. Buning ichidan to'g'ri deb qaralganlar u farz yoki vojibdir degan ko'z qarashdir. Chunki Alloh taolo Safa Marvaning oraliqida sa'i qilishni hajning ahkomlaridan, ya'ni Ibrohim alayhissalomning vaqtida yo'lga qo'yilgan ishlarning qatoridan deb bayon qildi. Buning asli kelib chiqishi Ibn Abbas radhiyallohu anhuning hadisida so'zlanib o'tdi. Hadisda kelgandek, buning kelib chiqishi Ibrohim alayhissalom Hajar va uning o'g'li Ismoilni birmi inson yo'q yer Makkada qoldirib qo'yib ketgan chaqda, u ikkisining suyi va oziqligi tugab ketganligi uchun Hajar bolasi suv izlab Safa va Marvaning oraliqida yugurganligi sababidan kelib chiqqan. U ikkisining oziqligi tugagan edi. Hajar onamiz bolasidan ansirab, ya'ni uning ochlikdan yoki ussizlikdan o'lib ketishidan qo'rqib, Alloh taoladan yordam tilashga boshladi. U Safa Marvaning oraliqidagi do'ng yerda Alloh taolaga yelingan, uningdan qo'rqqan va uni yod etgan holatda Alloh taolo uning g'amini ko'tarib o'tkicha va uningga ussizligini bosadigan va kasallarga shifo bo'ladigan Zamzam bulig'ini chiqarib bergicha Safa bilan Marvaning oraliqida u yoqqa bu yoqqa yugurib yurdi. Shunga u ikkisining oraliqida yugurgan har bir kishi Alloh taolaning oldida o'zining ojiz va xor banda ekanligini, o'zining qalbini to'g'ri yo'lga boshlashga, uning holini yaxshilashga va gunohining kechirim qilinishida Alloh taolo muhtoj ekanligini eslashi, o'zining kamchilik va ayblaridan saqlanish uchun Alloh taologa yelinishi, Alloh taolodan to'g'ri yo'lga boshlashini, toki hayotining oxirigacha u yo'lda mustahkam turg'izishini va Hajarga in'om qilgandek o'zining gunohlarini kechirishini va to'g'ri yo'lga boshlashini tilishi lozim. Kimiki o'z ixtiyori bilan biror yaxshilik qiladi ekan, Alloh uning mukofotini berdi. Bu oyatning ma'nosi haqida bir necha xil ko'z qarashlar bor. Bu ko'z qarashlar Safa va Marvaning oraliqini tavob qilgan kishi o'zining qilgan tavobida vojib bo'lgan miqdordan oshirib yetib 8, 9 yoki uningdan ortiq mengvassa yoki u ikkisining oraliqida nafli haj yoki nafli umrning savobini qilsa yoki boshqa nafli ibodatlarni qilsa deganlarga o'xshash.
Bularning hammasini Imom Rozi bayon qildi. 3-xil boshqa nafli ibodatlarni qilsa degan ko'z qarash Hasan Basridan bayon qilindi. Allah albatta shukrning mukofotini berguchidir. Allah hammani bilguchidir. Ya'ni Allah amal ibodatga ko'p savob berguchi, savobning miqdorini bilguchi, ondan bir kishi loyiq bo'lgan savobni bir kishiga loyiq bo'lgan savobni kemaytib etmiguchidir. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Allah haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshiligi bo'lsa, Allah uni hassilab ziyoda qiladi. Öz dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Bu kitobda, ya'ni Tavratda kishilarga to'g'ri yo'lni aniq bayon qilganimizdan keyin biz nozil qilgan Muhammad alayhissalomning rost payg'ambar ekanligini isbotlaydigan ro'shan dalillarni va to'g'ri yo'lni yoshirganlarga Allah la'nat qiladi. Ya'ni rahmatidan yiroq qiladi. La'nat qilguvchilar, ya'ni farishtalar va mu'minlarmi ularga la'nat qiladi. Faqat tavba qilganlar, amalini tuzatganlar, Yahudiylarning Tavrat ahkomlaridan yoshirganlarini bayon qilganlarlar buningdan mustasno. Ayni shularning tavbasini qabul qilaman. Men tavbani bakmi qabul qilguchidirman. Nihoyat mehribondirman. Shubhisizki, kafir bo'lib, kafir peti o'lganlar bor. Ayni shular cho'qim Allohning, farishtalarning va insonlarning hammasining la'natiga uchraydi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ulardan azob yenikiltilmaydi. Ularga beriladigan azob kechiktirilmaydi. Dinga munosabatli hukmlarni yoshirganlarga doim la'nat o'qiladiganligi. Allah Taala bu oyatda payg'ambarlarga kitob tushirish orqali bandalarga bayon qilgandan keyin payg'ambar ilib kelgan to'g'ri haqiqatlarni uqtiradigan ochiq paketlarni va dillarga shifolik bo'lgan to'g'ri yo'llarni yoshirgan kishini qattiq qo'rqitdi. Abu Aliya bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Bu oyat payg'ambar alayhissalomning sifatlarini yoshirgan ahli kitob to'g'risida tushgan. Ondan hamma narsa, hatto suvdagi beliq va havodagi uchar qushmu olim kishining gunohining kechirilishini so'ragandek, ahli kitoblarga payg'ambar alayhissalomning sifatlarini yoshirganligi uchun hamma narsa la'nat o'qiydi deb xabar berdi. U ahli kitoblar olimlarga o'xshamaydi. Hamma narsa olimlarning gunohining kechirilishini so'rsa, ahli kitoblarga Alloh taolo va boshqa hamma narsalar, ya'ni farishtalar, mu'minlar va boshqa kishilar la'nat o'qiydi. Hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu va boshqalardan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Bir kishi o'zidan so'ralgan narsa haqida bilib turib, uni yoshirsa, qiyomat kuni uning ig'ziga o'tdan yugan silindi. Hadisda Abu Hurayraning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Agar Alloh taolaning kitobi Qur'ondagi bu kitobda, ya'ni Tavratda kishilarga to'g'ri yo'lni aniq bayon qilganimizdan keyin biz nozil qilgan Muhammad alayhissalomning rost payg'ambar ekanligini isbotlaydigan ro'shan dalillarni va to'g'ri yo'lni yoshiradiganlarga Alloh la'nat qiladi. Ya'ni rahmatidan yiroq qiladi. degan oyati bo'lmagan bo'lsa, men bir kishiga bir narsa so'zlab bermagan bo'lardim. Mujahid mundaq deydi. Zaminda qurg'oqchilik yuz bersa, hayvonlar bu odam bolalarining gunohlarining sababidan bo'ldi. Alloh Taala odam bolalarining gunohlariga la'nat qilsin deydi. La'nat qilguvchilar, ya'ni farishtalar va mu'minlarmi ularga la'nat qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Aliya, Rabi ibn Anas va Qatada qatorliqlar mundaq deydi. Biladigan narsalarni yoshirgan kishilarga farishtalar va mu'minlar la'nat qiladi. Haqiqatni yoshirgandan keyin haqiqatni yoshirib keyin uningga tavba qilgan kishi buning sirtida. Alloh Taala bu vaqtda mundaq deydi.
faqat tavba qilganlar, amalni tuzatganlar, Yahudiylarning Tavrat ahkomlaridan yoshirganlarini bayon qilganlarla buningdan mustasno. Ya'ni burunqi ishlardan yinib, o'zlarining amallari va ahvolini yaxshilasa va burun yoshirgan narsani keyin kishilarga bayon qilsa, ana shularning tavbasini qabul qilaman. Men tavbani bakmi qabul qilg'uchidirman, nihoyatda mehribondirman. Bu oyat kufrlikqa yoki bid'atga chaqirgan kishi Alloh taolaga tavba qilsa, Alloh taolaning uning tavbasini qabul qilganligiga pokitdir. Alloh taola kafir bo'lib kufrlikda toki o'lgichi ching turgan kishiga Alloh taolaning farishtalarining va hamma kishilarning qiyomat kunigacha la'nati bo'lganligidan ularga qilinadigan azob ozroqmi yengiltilmaydigan va ulardan bir soatmi o'zgarib ketmaydigan do'zaxning o'ti borligidan xabar berib mundaq deydi. Shubhisizki kafir bo'lib, kafir beti o'lganlar bor. Ana shular cho'qim Allohning, farishtalarining va insonlarning hammasining la'natiga uchraydi. Alloh taolo bizni buningdan saqlasin. Amin. Kafirlarga la'nat etishning durustligi. Olimlarning o'rtasida kafirlarga la'nat etishning durust ekanligida hech qanday ixtilof yo'q. Umar ibn Xattob va uningdan keyingi olimlar duoi qunut va boshqa duolar bilan kafirlarga la'nat o'qitdi. Ba'zi bir qism olimlarning muayyan bir kafirga, masalan, faloni kafirga la'nat bo'lsin deb la'nat etish durust bo'lmaydi degan ko'z qarashi bor. Ularning o'zlarining ko'z qarashiga bu paketni keltirdi. Chunki biz Alloh taolaning shu kafirning keyingi oqibatini qanday qilganligini bilmaymiz. Ya'ni u hozir kafir bo'lganligi bilan keyin musulmon bo'lib qolishi mumkin. Bir qism olimlar muayyan bir kafirga la'nat etsa bo'ladi deydi. Payg'ambar alayhisalomning oldiga mast beti keltirilib, had jazosi berilgan odamning qissasida bir odam Alloh buningga la'nat qilsin. Bu odam oldimizga mast beti keltirilaveramdi dedi. Payg'ambar alayhisalom buningga la'nat etmagan, chunki Allohni va payg'ambarni yaxshi ko'rdi dedi. Mana buningdan Allohni va payg'ambarni yaxshi ko'rmaydigan muayyan kafirlarga la'nat etsa bo'ladiganligi chiqib turdi. Sizlarning ilahinglar bir ilahdir. Uningdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. U nihoyat shafqatlidir, nihoyat mehribondir. Alloh taolo bu oyatda ibodat qilinishga yolg'iz o'zining loyiq ekanligini, o'zining hech shirki yo'q ekanligini, hamma kishining o'ziga Alloh taologa muhtoj ekanligini va o'zining nihoyat mehr shafqatli ekanligini bayon qilib berdi. Hadisda Shuhra ibn Havshab Asma binti Yazid ibn Sakandin payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning eng katta ismi va ilahukum ilahu vahidun la ilaha illa huvar rahmanur rahim va alif lam mim Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum degan ikki oyat kelgan ismlardir. Ondan Alloh taolo o'zining ibodatga loyiq ekanligiga osmon zaminni va uning birligini uqtirdigan mahluqotlarni yaratganligi bilan pokit keltirib mundaq deydi. Osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashishida, kishilarga foydali narsalarni ilib dengizda uzib yurgan kemalarda, Alloh bulutdan yomg'ir yog'dirib bergan, o'lak zaminni terildiradigan yomg'irda, yer yuziga tarqitib o'tgan hayvonlarda, shamol yo'nalishlarining o'zgarib turishida, osmon zamin orasida bo'ysundirilgan bulutlarda tushunadigan kishilar uchun albatta Allohning birligini ko'rsatadigan dalillar bordir. Alloh taolaning birligini uqtiradigan paketlar.
Osmonlarning va zaminning yaratilishida, ya'ni osmon o'zining egizligi, chiroyliligi, bo'shligi, kengligi, uning ichidagi harakatchan va turg'un yulduzlarning bo'lishi, ularning o'z o'qi atrofida aylanishi, bu zimindagi qattiq yerlar, o'ymonliqlar, tog'lar, cho'llar, jilg'alar, yayloqlar, dengizlar va uning ichidagi kishilar manfaatlanadigan narsalarning bo'lishida tushunadigan kishilar uchun albatta Allohning birligini ko'rsatadigan dalillar bordir. Kecha bilan kunduzning navbatlashishida, ya'ni birining o'rniga yana birining azroqmi kechikib qolmay, sistemalik holatga kelib bo'lishida tushunadigan kishilar uchun albatta Allohning birligini ko'rsatadigan dalillar bordir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Kunning oyga yetib olishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qolishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqti kelmasdan kunduzning o'rnini elishi mumkin emas. Har biri falakda uzib turdi. Kecha kunduzning gahi uzrab, gahi qisqardiganligi haqida Allah Teala mundaq deydi: Allah kechini kunduzga kirgizdi, kunduzni kechiga kirgizdi. Shuning bilan kech kunduzning uzun qisqa bo'lishi joylar, fasllar bo'yicha navbatlashib turdi. Kishilarga foydali narsalarni ilib dengizda uzib yurgan kemalarda, ya'ni kishilarning manfaati uchun kemaning dengizning bu tarafidan u tarafiga bir narsa yutkish uchun dengizni bo'ysundirib berganligida Allah bulutdan yağdırıp bergen, ölgen zeminni terildirdigan yağmurda Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Ölük, yani qurg'oq zeminni yağmur bilan terildirib, uningdan ular yeydigan ochliqni o'stirganligimiz ularga Allohning qudratini, kamilasini ko'rsatadigan alomatdir. Biz zemindan nurg'unlagan xorma bog'larini, üzüm bağlarını bərpa qıldık. Şu zımında bulaqlarını iqitdik. Ula onun, yani bağlarının meyvesini yesin. Bu meyvelerini ulanın qolları yaratqan emas. Ula Allah'ın nimetlerine şükür qılmamdı. Allah bütün ayıp nuqsallardan paktır. O bütün şeylerini cüp yarattı. Ziminden ünüp çıkıdığan narsalarının ularning o'zlarining va ular bilmaydigan narsalar, ya'ni ajoyib mahluqotlarning hammasining jufti bor. Yer yuziga taqib etgan hayvonlarda, ya'ni ularning shakllari, ranglari, insonlarga keladigan manfaatlari, cho'ngligi va kichikligi birining yana biriga o'xshamaydiganligida Alloh taolaning bularning hammasini bilib turg'ichi va ular rizq berib turg'ichi ekanligida Allah Teala'ga ularning ichidan hech bir narsa yo'shirin bo'lmaydiganligida tushunadigan kishilar uchun albatta Allohning birligini ko'rsatadigan dalillar bordir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Yer yuzidagi hayvonlarning hammasiga rizq berishni Allah marhamat yuzasidan ustiga olgan. Allah ularning turar joyini va o'lgandan keyin ko'miladigan joyini biladi. Ularning hammasi ro'shan kitobda, ya'ni Lavhul Mahfuzda yozilgandir. Shamol yo'nalishlarining o'zgarib turishida, ya'ni shamolning bir qitim rahmat, bir qitim azob, bir qitim bulutning oldida yomg'ir yog'adiganning bishoratchisi bo'lib keladiganligida, uning har qitim bulutni haydaydiganligida, bir qitim bir yerga to'playdiganligida, bir qitim uni tarqatadiganligida, ondan bir qitim shimol tarafdan, yana bir qitim janub tarafdan keladiganligida, zimin orasida bo'ysundirilgan bulutlarda, ya'ni bulutlarning osmon va ziminning oralig'ida harakat qiladiganligida tushunadigan kishilar uchun albatta Allohning birligini ko'rsatadigan dalillar bordir. Ya'ni yuqoridan boshlab bu yerga kelguncha so'zlangan barliq narsalarda Alloh taolaning borligini va birligini bildiradigan po'latdek mustahkam dalil isbotlar bordir.
Allah Teala osmon va zaminlarning yaratilishi va kech kunduzning olmishining Alloh taolaning bor va birligiga ochiq dalil ekanligi to'g'risida mundaq deydi. Shubhisizki, osmonlarning va zaminning yaratilishida, kech bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ular o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni aslab turdi. Osmonlarning va zaminning yaratilishi to'g'risida fikr yurgizdi. Ular aytdi: Rabbimiz buni bekor yaratmading. Sen pokdirsan, bizni do'zax azobidan saqlag'in. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Shuning bilan Baqara surasi tafsirining 164-oyatgacha angladinglar. Qolgan oxirini davomli o'qiymiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.